Shahar yuragida bizada sotilayotgan ikkita ikki xonali uyimiz. C6 2+2 bitta plashatkada joylashgan. Har bitta xonadon 58 kvadrat metrdan va plus kattagina prixoshkasi 12 kvadrat bo'lyapti. Egalari har bitta uyga 86 ming AQSh dollardan so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Ikkilasini ham xarid qiladigan bo'lsangiz 172 ming AQSh dollari bo'lyapti. Ikkilasini olsangiz yana ham bonusga berishadi va o'zining avtoparkovkasi joyi ham mavjud. Toshkent shahar Yunusobod C6 kinoteatr Qozog'iston chorrahani yo'l yuzida joylashgan shu uyimiz 6-qavatda joylashgan 9 qavatli binomizda. Remontlari tayyor kirib yashaydigan qarang. Asosiy podyezdan kirish eshigimiz bu yoq tarafimiz. Bu yog'imizda bizda prixojniy mebeldan yasatilgan, ichiga kiyim-kech, oyoq kiyimlar taxlasangiz bo'ladi va to'g'riga yuradigan bo'lsa shu koridorimizdan chap tarafimiz va o'ng tarafimizda ikkita ikki xonali uyimiz. Xo'p, keling, chap tarafdan boshlaymiz. Keling, bu yog'imizda bizda birinchi xonamiz zal 5x6 30 kvadrat metr bo'lyapti. Konditsionerlari bor, old orqa reshetkalari ham mavjud. Bu yoq tarafimiz bizda eski oshxonani o'rni bo'lgan, bu yoqni oshxonani yopib, yana bitta xona детский qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, davom etamiz. Bizda spalnimiz, 3-xonamiz. Bu yoqda ham konditsionerlari mavjud. Bu yoq tarafga o'zingizga spalni garniturani mebelni bu yoqqa joylashtirsangiz bo'ladi. Samozyog'imiz birlashgan holatda, kafelari zo'r holatda turibdi, chiroyli ranglarda. Xo'p, bu birinchi ikki xonamiz. Endi yuring ikkinchi ikki xonali uyimizga. Bu yoq tarafimizda, xo'p, o'ng tarafdan boshlaymiz. Zal. Bu yoq tarafi remont aboylari bo'li interesniyroq, konditsionerlari mavjud. Xo'p, bu yog'imiz esa bizda oshxonamiz, ovqat tayyorlaydigan zona, stroyniy mebellar, garnituri hamma narsa qoladigan. Bu yog'imizda esa bizda samozyog'larimiz, bu yoq tarafda alohida o'sha. Bu yog'imizda hojatxona, kafellar yaxshi holatda turibdi. Va bu yog'imizda esa bizda xonadon. Bu tarafda o'zining Aristoni ham bor. Endi yilda bilasizku, issiq 10 kunga o'chirishadi, maza qilib foydalaniladi shu payt. Bu yog'imizda bizda ikkinchi spalni xonamiz. Xullas C6 epitsentr, zerikmaydigan joy. Bu yoq kech paytli bo'yi payt chiqib yursangiz 24/7 ko'chada odamlar yuraveradi aylanib. 172 ming AQSh dollarda ikkita uyni siz xarid qila olasiz. Kelishadigan joylari bor. Egalarining telefon raqamlarini saytda qoldiraman, aloqaga chiqasiz. Qarang, eng zo'r tarafi prezidentga ipoteka bank orqali ham shu uyni siz xarid qila olasiz. Aloqaga chiqasiz.